240 gram 49% sulfatsida eritmasida deyapti. Bizlarda sulfatsida eritmasi bor. Eritmaning massasi 240 gram 49%. 240'imiz 100% bo'lsa 49%imiz qancha? Nollar bitta nol qisqaradi. 49'i 24 ga ko'paytirib 10 ga bo'lishimiz kerak. Demak 24 ga 49 ko'paytiriladi. 9 kare 4 36, 9 kare 2 18, 3 bilan 21 mi? 4 kare 4 16, 1 xotirada 4 kare 2 8, 9. Demak 6, 7, 11. Mana shuni 10 ga bo'lsak 117,6 gram sulfatsida bo'ladi. Mana shu 117,6 gram sulfatsidani endi molini topsak, buni bo'lamiz 98 ga. 117 98 ga bo'lsak, 98'imiz 1 mol bo'lsa, yana 19 6 yetishmaydimi? 19 6si 0,2 mol. 1,2 mol bo'ladi. Mana shu birinchi ish. Demak, mana shu sulfatsida eritmasiga ma'lum massadagi bariy xlor ko'paygan ikkita suv solgan. Demak, bunga biz bariy xlorid ko'paygan 2 molekula suvni solamiz. Lekin ma'lum massadagi deganligi uchun molini x deb olsak bo'ladi. Ikkinchi ishimiz buni molini x mol deb olishimiz. Agar buni molini x mol deb olsak, buni massasi 36 gram, to'g'rimi? Buni massasi 137 ga 71, 208 gram. 208 ga 36 ni qo'shsak 244 gram. Demak, mana shu idishga tushyapti. Tushgandan so'ng mana bariy xlor H2SO4 bilan reaksiyaga kirishadi, suvlar qo'shilib ketadi. O'sha reaksiyani yozishimiz kerak biz. Bariy xloridga qo'shamiz H2SO4 ni. Bariy sulfat oq cho'kma va vodorod xlorid hosil bo'ladi. Ikki qo'ysak tenglashadi. Savolda aytayaptiki, kirsakidrat eritildi. Keyin ozroq vaqt o'tgandan keyin shu eritmaga cho'kma hosil bo'lishi tugagunicha 34% kumush hidrat eritmasi qo'shildi deyapti. O'zi cho'kma tushgan. Kumush hidrat nega tushadi desa, chunki eritmada yangi modda, yangi kislota H xlor bor. Xlor uchun sifat reaksiya, sifat reagent kumush hidratmidi? Shunda H xlor kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganda kumush xlorid oq pag'a cho'kma va nitrat kislota hosil bo'ladi. Jarayonlar oxirida nitrat kislota eritmasi hosil bo'ldi. 14% nitrat kislota eritmasi hosil bo'ldi. Jarayonlar natijasida hosil bo'lgan cho'kmalar eritmadan ajratib olinib quritildi. Olingan nitrat kislota eritmasida qo'rg'oshin to'r oksid va temir oksiddan iborat qattiq aralashma eritildi. Birinchi savol, dastlabki bariy xlor kirsak hidratining massasini toping. Mana shu bariy xlor kirsak hidratining massasini topishimiz kerak. Lekin degan joyi bor. Mana shu bariy xlor H2SO4 bilan reaksiyaga kirishyapti. H2SO4 ning moli 1,2 mol. Bariy xlor moli x mol. Qaysi bo'yichadir proporsiya qilishimiz kerak-ku. Kami bo'yicha proporsiya qilishga o'rganganmiz, to'g'rimi? Kami bo'yicha proporsiya qiladigan bo'lsak, 1,2 bo'yicha proporsiya qilsammikan, x ga proporsiya qilsammikan, x bilan 1,2 yetdimikan bir-biriga degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Bu yerda ekvimalyar degan joyi yo'q yoki 7 degan joyi yo'q. Shuning uchun sulfat kislota miqdori aniq, lekin hammasi sarflangan yoki sarflanmaganligi aniq emas. Agar biz sulfat kislotani ortib qoldi deb hisoblasak, lekin ortib qoldi degan ishorasi ham yo'q aslida. Ortib qoldi degan ishorasi ham yo'q testda. Sulfat kislotadan ortib qoldi deb hisoblayapmiz. Agar ortib qolmagan bo'lsa, mana bu yerda 0 chiqadi. To'g'rimi? Ya'ni sulfat kislota ortib qolgan 0 chiqadi. Agar rostdan ham ortib qolgan bo'lsa, demak sulfat kislotadan birdan miqdori 0,1 mi, 0,2 mi, 0,3 mi chiqadi. Xo'p.
kumush sulfat va HNO3 paydo bo'ladi. Endi sulfat kislotani ortib qolganligiga ishonch hosil qilishimiz uchun savolda aytayaptiki, eritmaga cho'kma hosil bo'lishi tugagunicha kumush hidrat qo'shgan. Kumush hidrat nafaqat xlorni, sulfatni ham cho'ktiradi. Chunki kumush sulfat eritgan jadvalda cho'kma. Cho'kma hosil bo'lishi tugaguncha solindi degani, demak, agar mabodo sulfat sizda ortib qolgan bo'lgan taqdirda ham buni nima qiladi baribir? Cho'ktiradi. Tugagunicha 34% kumush nitrat eritmasi qo'shildi deyapti. Jarayon oxirida 14% nitrat kislota eritmasi paydo bo'ldi deyapti. Biz sulfat kislotani ortib qoldi deb hisoblaganligimiz uchun sulfat bo'yicha proporsiya qilaymi yo bariy xlor bo'yicha proporsiya qilaymiz? Bariy xlor. X molni olamiz. Yo'q emas. Buni moli x mol bo'ladi. Buni moli x mol bo'ladi. Buni moli 2x mol bo'ladi. Keyin H xlor 2x mol bo'ldimi? Kumush nitrat ham 2x bo'ladi. Kumush xlorid 2x bo'ladi. Nitrat kislota ham 2x bo'ladi. Mana bu qaysi sulfat kislota desa, ortgan sulfat kislota. 1.2 mol edi. X mol H2SO4 sarflandi. 1.2 minus x. Demak, buni moli 2.4 minus 2x. Buni moli 1.2 minus x. Buni moli 2.4 minus 2x. Mana shunaqa voqea sodir bo'ldi. Demak, 3-da 1.2 minus x qildik, ortib qolgan. Bundan kumush nitratni, kumush sulfatni, nitrat kislotani topdik, kumush sulfat cho'kma. Endi aytyapti savolda 14% nitrat kislota eritmasi hosil bo'ldi deyapti. Shunda bizda 4-chimiz keladi. 4-da biz nitrat kislota eritmasini chizib olishimiz kerak. Nitrat kislota eritmasini chizib olamiz. Buning tarkibida cho'kmalari ham bor. Idish tubida cho'kmalar cho'kkan. Nitrat kislota aynan necha mol chiqdi desa, nitrat kislota 2x mol chiqdi va 2.4 minus 2x mol chiqdi. Demak, 2x ga qo'shamiz 2.4 minus 2x ni. 2x lar qisqarib 2.4 mol nitrat kislota qoladi. Savolda shuni aytgan, mana nitrat kislotaning foizini ham aytgan, foizi 14% bo'ladi degan. Endi 2.4 ta biz nechaga ko'paytiramiz? 63 ga. 63 kara 2 126 bo'ladi. 63 kara 04 25.2 bo'ladi. Shunda 2 151 chiqami? 151 gram o'sha nitrat kislotani massasi. Yangi eritmadagi, oxirgi eritmadagi. Endi 5-ishimizda ana shu nitrat kislota 151.2 gram nitrat kislota 14% bo'ladi. 100% qancha qilsak, mana shu nitrat kislota eritmasini umumiy massasi 1080 gram kelib chiqadi. 5-chi. Demak, mana bu eritmani massasi 1080 gram bo'lgan, to'g'rimi? 1080 gram bo'lgan. Lekin 1080 gram bo'laman deguncha nimalar sodir bo'lgan? Bariy xlorid sulfat kislota eritmasiga solgan, tushgan. Bariy xlorid massasini 240 ga tushiramiz. Bariy sulfatni cho'ktiramiz. O'sha eritmaga biz kumush nitrat nima qilishimiz kerak? Solishimiz kerak. Necha foiz kumush nitrat eritmasi solingan orqadan? 34% keyingi jarayonda 34% kumush nitrat solingan. Cho'kma hosil bo'lishi tugaguncha solingan. Demak, yetganda, to'g'rimi? Yetgan bo'ladigan bo'lsa, biz kumush nitratni topadigan bo'lyapmiz. Bu 5-chi bo'lsa, 6-ishimiz kumush nitratni topishimiz. Ya'ni biz eritmaga kumush nitrat soldik-ku. Kumush nitrat eritmasini soldik. Qancha soldik desa, kumush nitrat 2x va 2.4 minus 2x soldikmi? Demak, bundan 2x soldik va 2.4 minus 2x soldik. 2x nima qiladi? Qisqarib 2.4 mol kumush nitrat qoladi. Shuni ko'paytiramiz 170 ga. 170 ga 2 ko'paytirsam 340, to'g'rimi? 170 ni 4 ko'paytirsam 68.
Demak, 408 gram kumush nitrat eritmasi solingan. 7-ish, mana shu kumush nitrat 408 gram kumush nitrat necha foiz edi? 34% edi, to'g'ri. 100% qancha qilsak bo'ladi? Demak, 40800 ni nechaga bo'lamiz? 34 ga bo'lamiz. Bittadan bersak 34 bo'ladi. 6, 8. Ikkitadan bersak 68 bo'ladi. Ikkitadan 0 bu tomonga ko'chirib qo'yamiz. Demak, 1200 gram kumush nitratni solingan. To'g'rimi? Endi 8-ish. 8-ishda biz o'sha eritmani massasini hisob-kitobini olishimiz kerak. Qaysi eritmani desa, nitrat oksidi eritmasini. Chunki bizda nitrat oksidi hosil bo'ldi. Cho'kmalari ham bor. Nega cho'kmani ikkita qatlam qilyapman? Sababi birinchisi bariy sulfat, keyingisi kumush xlor, keyingisi kumush sulfat. To'g'ri, 3 ta qatlam bo'lib ketyaptimi shunda? Bu eritmani massasi hozir topishimiz bo'yicha 1080 gram chiqqan edi. Shu 1080 ni hosil qilib berishim kerak. Birinchi navbatda bariy xlordan boshlayman. Bariy xlor kristal gidratidan. Bariy xlor kristal gidratini shu eritmaga solaman. 244x bo'ladi massasi. 244 ni nechaga solamiz? 240 ga solamiz. Demak, bu eritmani massasi topyapmiz. 244x ga qo'shamiz 240 eritmani. 244x ga 240 ham eritmani qo'shganimizda reaksiya sodir bo'lib x gram x mol bariy sulfat cho'kdimi? Demak, birinchi bariy sulfat cho'kkan. 233x cho'kkanmi shunda? Bundan ayiraman 233x da. Shu cho'kdi-da. Xo'p, undan keyin nima qilindi? Undan keyin mana shu eritmaga kumush nitrat eritmasi solindi. Kumush nitrat eritmasini massasi qanchani topganmiz-ku biz? Qancha? 1200 gram solindi mana. 1200 gram kumush nitrat eritmasi solingandan so'ng nima bo'ldi desa, ikkita cho'kma paydo bo'ldi. Biri kumush xlor, biri kumush sulfat. To'g'rimi? Demak, biri kumush xlorid, biri kumush sulfat. Ikkalasida ham mol mavjud. Kumush xlorid 2x, kumush sulfat 1/2 minus x. Demak, mana 2x bu 1/2 minus x cho'kkan. Shularni ayirishimiz kerak. Uchun sizlarga buni massasi topib berishim kerak. 2x ko'paytiraman 145 ga. To'g'rimi? 287x cho'kkanmi? Demak, bundan ayiraman nechini? 287x ayiraman. Cho'ksida chunki. Endi kumush sulfatni 1/2 minus x ga ko'paytirishim kerak. Kumush sulfatning massasi, kumush 108 dan ikkitasi 216, 216 ga 96, 312 mi? 312 ga mana shuni ko'paytirishim kerakmi? Buni qavsga olaman, 312 ga ko'paytiraman. 312 ni 1 ga ko'paytirsam 312 ni 0 ga ko'paytirsam 62,4 minus 312x bo'ladimi endi? Minus 312x. Mana shuni nima qilishim kerak? Ayirishim kerakmi? Demak, yana ayiraman shuni. Bu qanday ayiriladi? Ikkasini qo'shsak 374,4 minus 312x ayiraman. Ifoda ikkitalik bo'lgani uchun qavsga olib ayiraman. Mana shu eritmani massasini hisoblab chiqdim oxirigacha. Nech chiqish kerak ekan? 1080 chiqish kerak ekan. Chunki mana bu yerda 1080 gram eritma bo'lgan deb hisoblaganmiz. Endi shuni mana shu tenglama ishlasak bo'ldi. Misol chiqadi. 240 ga 1200 ni qo'shamiz. 1440 mi? 1440 dan 374 nima qilish kerak? Ayirish kerak. To'g'rimi? 374,4 ni ayirish kerak. 6 5 7 10 mi? Demak 0 6 9 dan 4 ayirsak 5, 13 dan 7 ni ayirsak 6, yana 13 dan
ishlarsak 10 mi? 1065 6 chiqdi. 1065 6 u tarafga nima o'tadi? Ayirishib o'tami? Ayirishib o'tsa 1080 dan to'g'rimi? 1065 6 ni ayirishim kerakmi? 4 9 dan 5 tersak 4 1 14 4 chiqadimi? Demak, tenglikning bir tomoni 14 dan 4 chiqdi. Endi x dan topib chiqamiz, qaranglar. 244 dan 233 ta ayirsak 11x bo'ladi. 11x dan 287x ayirish kerakmi? To'g'rimi? 270 minusdan. To'g'rimi? Minusdan 267x bo'ladi. Mana bu plusdan 312x bo'ladi. 276 bo'ladi, to'g'rimi? Baribir nima qilamiz? Ayramizmi? 12 dan 6 ni ayirsak 6 36. Demak, bu tomon 36x bo'ladi. To'g'rimi? X teng 14 4 ni 36x ga bo'lsak 0.4 mol kelib chiqadi. Bu 0.4 mol. Mana shuni mol edi. Tushunarlimi? 0.4 mol shuni mol edi. Endi nimani isbotlaylik bizlar? Sizlarga hozir aytdim. 1.2 mol sulfat bordi-ku. Shu necha mol saqlangan ekan? 4 mol. Sulfat kislota ortib qoldi deb to'g'ri taxmin qilgan ekanmiz. Tushunarlimi? Endi 4 mol chiqqandan so'ng birinchi savol javobini topishni boshlaymiz. Birinchi savol. Javob 1. Bariy xlorid kristallik gidratning massasi topib ber deyapti. Xo'p. Bariy xlorid ko'paygan ikkita suv massasi 244 mida nechaga ko'paytiraman? 0.4 ga. 97.6 gram kelib chiqadi. Birinchi savol javob topildi. Qiyin joydan o'tib oldik. Qiyin joy o'sha qiynamaydi. Ikkinchi savol javobi. Javob 2. Jarayonlar natijasida hosil bo'lgan cho'kmalar miqdorini topib beryapti. Birinchi bariy sulfat cho'kkanmidi? Keyin bariy xlor cho'kkanmidi? Kumush xlor cho'kkanmidi? Keyin kumush sulfat cho'kkanmidi? Bular molini mana bu yerda qisman topganmiz. 2x 1-2x va x, to'g'rimi? Demak, mana bu 1-2x midi? X midi? X o'zamiz. Bu x mol kumush xlor 2x bu esa 1.2 minus x edi. X'imiz aniq-ku necha chiqqani. Demak, mana bu 0.4 bo'lgan. Bu 2 ga 0.4 0.8 bo'lgan. Bu 1.2 dan 0.4 ayirsak 0.8 bo'lganmi? Jami yig'indisi 2 mol cho'kma bo'lgan. Bu javob 2. Tushunarlimi? Endi 3-savolga o'tyapmiz. Nitrat kislota bilan reaksiyaga kirish. Demak, savolimiz davomida olingan nitrat kislota eritmasiga nima solingan? Temir 2 oksidi bilan qo'rg'oshin 4 oksid. Demak, biz jarayon davom etamiz. Bizlarda nitrat kislota eritmamiz bor. Ya'ni HNO3 eritmamiz bor. Bizning HNO3 eritmamizda HNO3 ning moli 2.4 mol. To'g'rimi? 2.4 mol. Mana bu 2.4 mol ekan. Mana shu 2.4 mol nitrat kislota saqlagan eritmaga qo'rg'oshin 4 oksidi va temir 2 oksidi aralashmasi nima qilingan? Solingan. Iborat qattiq aralashma to'liq eritilgan. Hech kim ortib qolmagan. To'liq eritildi va bu jarayonda gaz hosil bo'lmadi. Endi men bu reaksiyalarni 9-sinf va 11-sinf kitobi bo'yicha, 11-sinf kitobini oxirida aytdim. 11-sinf kitobi bo'yicha misollarda bor. Reaksiya yozib beradigan bo'lsam, qo'rg'oshin oksidiga HNO3 ni alohida qo'shaman. Alohida qo'shsam, qo'rg'oshin nitrat paydo bo'ladi. 4 dan 2 ga o'tganda kamayadi. Bunda bu
4dan 2ga o'tsa, kamaysa nima bo'ladi? Oksidovchi bo'ladi, to'g'rimi? Oksidovchi bo'ladi. Keyin kislorod chiqadi. Nega desa, -2 dan 0 ga ortsa qaytaruvchi bo'ladimi? Keyin suv chiqadi. Gaz chiqdi. Lekin gaz chiqmasin degan savol. Endi temir 2 oksid alohida reaksiya yozib beraman. Temir 2 oksidiga HNO qo'shsak, temir 2 dan 3 ga o'tadi. Temir 2 dan 3 ga o'tsa, ortsa qaytaruvchimi? Keyin azot nima qiladi? Kamayadi. NO suv chiqishi mumkin. Nega NO chiqardim desa, chunki nitroksidan foizli eslasizlar necha foiz bo'lganligini? 14%. Suyultirilganda, ammo nitrodan chiqishi mumkin. NO chiqishi mumkin. Lekin gaz chiqmasin deyapti testda. Gaz chiqmasin deyotgan bo'lsa, yana shu yerda kechagi darsimizga o'xshab ammonitrat parchalaganlik-ku. Bitta sertifikat darajalaring bilinishi kerak-da. Bu yerda ham mana shunday savol, sertifikat darajalaring bilinishi kerak. Gaz chiqarmaydigan reaksiya yozishing kerak. Bu uchun nima qilasizlar? Mana bu qo'rg'oshin +4 dan +2 kamayganda oksidovchi bo'lyaptimi? Bu +2 dan +3 ga o'tsa qaytaruvchi bo'lyaptimi? Ikkovini bitta qilib reaksiya yozsak-chi. Bitta reaksiyaga yozadigan bo'lsak, qo'rg'oshin oksidi, temir oksidi va HNO3 qo'shamiz. Ikkalasini birdan qo'shaman. Ikkalasini birdan qo'shadigan bo'lsam, qo'rg'oshin 2 nitrat, temir 3 nitrat va suv paydo bo'ladi. Mana gaz chiqmadi. Mana shu reaksiyani, mana shu xossani o'sha 1 soat ichida topishlaring kerak. Shu joyga kelib sertifikat darajalarini bilinishi kerak. Ko'proq reaksiya yozilgan bo'lishimiz kerakmi yoki? Shu tenglashtiradigan bo'lsak, +4 dan +2 ga o'tsa, 2 ga o'z kamayadi oksidovchimi? 2 hisob qolasizlar. +2 dan +3 ga o'tsa 1 ga o'zgaradimi? Bu yerga 1, bu yerga 2 qo'yaman. Temirni oliga 2 qo'yadigan bo'ldim. Buni oliga 1 qo'yadigan bo'ldim. Nitrat sanayman 2 ta, 2 da 3, 6 ta, 8 qo'yadigan bo'ldim. 8 ta vodorod bo'lsa 4 qo'yadigan bo'ldim va reaksiyada gaz chiqmadi va qoldiqlar to'liq eridi. Bu reaksiya bilan bu reaksiya bor. Lekin bu reaksiya maktab kitobida yo'q. Ya'ni bitta reaksiyani o'zingni kashf qilishing kerak-da. Kechagi misolimizda ham bitta kashf qilgan, bugungi ham bitta kashf qilyapmiz. Endi bu savolda aytayaptiki, olingan nitrat qisida eritmasida qo'rg'oshin to'roksi bilan temir 2 oksididan iborat qattiq aralashma to'liq eridi. Bu jarayonda gaz hosil bo'lmadi. To'liq eridi desa, men nitrat bo'yicha proporsiya qilaveraman qo'rqmasdan. Chunki to'liq eriganki baribir. To'g'rimi? Demak, mana bu 1 yoki massa topamizmi? Nima debdi? Massasi debdi. Bu massa topadigan bo'lsak, 207 ga 32 ni qo'shsak 239, 56 ga 16 ni qo'shsak 72 mi? Ikkitasi 144, bu 8 mol. Buni ham molni topib qo'yay. 1 mol va 2 mol. Bizda nitrat qisida necha mol? 2,4 mol. 2,4 mol bo'lsa, necha marta katta? 3 marta kattami? 140 dan 3 marta katta son kerak. 144 ni 3 ga ko'paytiramizmi? 2, 3, 43 butun. To'g'ri. Buni ham 3 ga ko'paytiramizmi? 7, 1, shuna 927. Berga necha? 7. 71 butun 7. Lekin bizga yig'indisi kerakmi? 3 bo'ladi, to'g'rimi? Javob 3. 71,7 ga qo'shamiz 43,2 ni. 110,9 gram. Mana shu 3-savol javobi.
To'rtinchi savol. Hosil bo'lgan temir 3 ioni. Buni 0,3 edi. Bunisi 0,6 bo'ladimi? Hosil bo'lgan temir 3 ionini va qo'rg'oshin 2 ionini to'liq cho'ktirish uchun qancha natriy fosfat kerak deyapti. Endi biz mana ikkalasini hosil bo'lgan qo'rg'oshin 2 nitratni va temir 3 nitratni cho'ktirish uchun natriy fosfatdan foydalanishimiz kerakmi? U javob to'g'ri bo'ladi. Javob 4. Demak, bizda qo'rg'oshin 2 nitrat mavjud va temir 3 nitrat mavjud. Bunga qo'shamiz natriy fosfat. Qo'rg'oshin fosfat paydo bo'ladi. Bu nima? Cho'kma. Qo'rg'oshinning fosfati cho'kma va natriy nitrat paydo bo'ladi. Tenglashtirsa qo'rg'oshin 3 tabiga 3 qo'yamiz. Bu 6 qo'yamiz. Natriy o'rniga 2 qo'yamiz. Bunisi temir 3 fosfat paydo bo'ladi. Temir 3 fosfat ham cho'kma. Temir ham fosfat ham 3 valensiya. Va natriy nitrat paydo bo'ladi. Natriy o'rniga 3 qo'ysak, reaksiyamiz tenglashadi. Endi qo'rg'oshin nitrat necha mol edi desa, qo'rg'oshin nitrat 0,3 mol edi, temir nitrat 0,6 mol edi. To'g'rimi? Bu 0,3 mol edi, bu esa 0,6 mol edi. 3 moliga 2 mol ketsa 0,3 ga 0,2 mol natriy fosfat ketadi. 1 moliga 1 mol ketsa 0,6 ga 0,6 mol natriy fosfat ketadi. Jami yig'indisi 8 mol natriy fosfat ketadi. Bu javob 4. Tushunarlimi?